Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun juda foydali ma'lumot tayyorladim. Sizga PUBG Mobile kompyuterda Game Loop orqali hech qanday video karta bo'lmasa ham qanday qilib silliq va tez ishlashini batafsil ko'rsataman. Agar avvalgi videolarimni ko'rmagan bo'lsangiz, u yerda PC ga PUBG Mobile ni o'rnatishni o'rgatgan edim. Bugungi videoda aynan o'sha ko'rsatgan videomni davomi. Video oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men eng muhim maslahatni aytaman. Ko'pchilik do'stlarimiz o'ylaydi, menda kuchli video karta yo'q, demak PUBG ni yaxshi grafikada silliq o'ynay olmayman. Lekin unchalik ham to'g'ri emas. Men sizga bugun aynan shuni isbotlayman. Hatto kuchsiz kompyuterda, hatto Intel UHD ichki video kartada bo'lsa ham to'g'ri sozlamalar bilan juda silliq o'ynash mumkin. Shuning uchun video oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Xo'p do'stlar, biz birinchi navbatda Game Loop sahifasiga kirib olamiz. Mana bu Game Loop sahifasi. Bu dastur orqali biz telefon o'yini bo'lgan PUBG Mobile ni kompyuterda o'ynayapmiz. Yuqori rekomendatsiyada PUBG Mobile o'yini turibdi. Xo'p do'stlar, buning uchun siz bunaqa 120 FPS da silliq ishlashi uchun biz buni 720p ga qo'yib qo'yamiz. Bunda juda ham silliq ishlaydi. Va biz bu yerda mana shu ko'k yozuvni ustiga bosamiz. Biz hozircha bu yerdan chiqib turamiz va bu yerga bossak, yaxshisi X. Xo'p do'stlar, biz aynan mana shu yerda harflarni ko'rsatib turish uchun mana shu tugmani bosamiz va bizda settings bo'lib chiqib keladi. Va bu yerda biz buni CID 720p, chunki agar biz bunga qo'ysak GTX 660 video kartasi kerak bo'ladi va undan baland. 2K ga qo'ysak 1060 video kartasi kerak bo'ladi. Bizga bu narsa kerak emas. Va bu yerdan kirib Basic dan kiramiz va mana shu tugmani yoqib qo'yamiz. Va bizda bu narsani saqlagach, aytgancha yana bir narsa, buni biz default holatda turadi. Biz buni 19, 20, 10, 80 ga qo'yib qo'yamiz. Chunki bu eng normal device da ishlashi. Va biz save qilamiz. Menda bu narsa save bo'lgan. Endi o'yinga kirsak, bizda va o'yinga kirib nachatni bosamiz. Xo'p do'stlar, sizga yana bir qo'shimcha maslahat. Agar sizda hali ham lag va sekinlik bo'lsa, o'yin ochiq bo'lgan fonda ishlab turgan boshqa dasturlarni, masalan OBS, browser, Telegram shunga o'xshash dasturlarni o'chirib qo'ysangiz, o'yin sizda tezroq ishlaydi. Menda esa o'yin normal holatda ishlayapti. Xo'p do'stlar, endi qaysi tugma nima ish bajarishini noldan ko'rib o'tamiz. Xo'p do'stlar, buni men yoqib qo'yganman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun va boshidan boshladik. Yurishni hamma bilsa kerak. W ga bossak to'g'riga yuradi. A ga bossak yonga, chapga, o'ngga yurish uchun C, orqaga yurish uchun D. O'ngga yurish uchun D, orqaga yurish uchun C ekan, adashib ketibman. Xo'p, agar biz sichqonchani o'ng tugmasini bossak ko'zlaydi, chap tugmasini bossak otadi. Buni ko'rib turishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, endi sakrash uchun probelni bosamiz, o'tirish uchun ruscha sini bosamiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Z ni bossak yotadi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. S ni bossangiz
Xo'p do'stlar, bizda PUBG ni o'rnatish videomizda bir kishi yozibdi, menda klaviatura va mishka ishlamayapti deb. Buni sababi nimadan bo'lishi mumkin? Buni sababi mishka va klaviatura yaxshi ulanmagan bo'lsa, bu ham ta'sir qiladi. Shuning uchun klaviatura va mishkani to'g'ri ulaganiga ishonch hosil qilish kerak. Xo'p do'stlar, videoni davom ettiramiz. Alt bu glazok alt. Ko'rishingiz mumkin, glazok turibdi va xo'p, bizda 4 5 6 bu granata dim hammasi 4 5 6. 7 8 9 0 bu barcha jon to'ldirgichlar. Bu yerda jon to'ldirgich yo'q ekan, shunga buni ko'rsata olmayman. F1. Xo'p do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, agar F1 ni bossak harflar paydo bo'ladi. F1 ni o'chirsak, yana bir marta bossak harflar yo'qoladi. Sizga qaysi biri qulay bo'lsa, o'shanisini qilganingiz ma'qul. Yangi boshlovchi bo'lsangiz F1 ni bosib, xuddi mana shu menday o'ynashingiz mumkin. Control bu sichqonchani, agar control ni bossak sichqoncha paydo bo'ladi va yana control ni bossak sichqoncha yo'qoladi. Xo'p do'stlar, to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Endi ko'pchilikda ekrani mana shunaqa bo'lib kichkina ekranda turibdi ekan. Agar biz F11 tugmasini bossak, ekran to'liq ekran holatiga o'tadi. Agar F11 tugmasi ishlamasa, bizda bu yerda mana shu tool setni bosib full screen ni bosamiz va bizda ekran kattalashdi. Bu yana bir ma'lumot. Agar qurol olmayotgan bo'lsa, 1 bu birinchi qurol, 2 bu ikkinchi qurol. Agar 5 ni bossak, bizda bironta granatani olib, bu oson usuli va otishimiz mumkin. Xo'p do'stlar, moshin haydashni ham bir o'rgatib ketay. Ko'pchilik bilmaydi chunki. Shuning uchun do'stlar, bir narsa esdan chiqdi, bu qurolni o'qlash. Qurolni o'qlash R tugmasi bilan bajariladi. Mashinaga minish uchun siz shu yerga kelib, agar mana F1 yo'q bo'lsa, F tugmasini bossangiz mashinaga o'tiradi. C tugmasini bossangiz mashina yoniga o'tiradi. F C. Bu joy almashtirish uchun qulay. O'tirish tugmasi mashinada joy almashtirish vazifasini bajaradi. Do'stlar, bu biz mashinani haydab ko'ramiz. Bu ham juda oddiy. Biz F11 tugmasini bosib, agar shift ni bosib qo'ysak, bunda biz mashinamiz tezroq harakatlanadi, ya'ni ускоренный harakatlanadi. Ko'rib turishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, yana sizga qanday ma'lumotlar qiziq, qayerlarga tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirsangiz, men o'sha haqida video qilib chiqaman. Xo'p do'stlar, salomat bo'ling. Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.